hurmatli bank mijozlari, hurmatli tadbirkorlar, bugun sizlarni yig'ib Xalq bankini kredit mahsulotlaridan foydalanishingizni taklif qilish maqsadida yig'dik. Bunda tadbirkorlik faoliyatini boshlab, har bir oila tadbirkor davlat dasturi doirasida kredit olib, o'sha olingan kreditlarni o'z vaqtida ijobiy kredit tarihi bilan yopgan mijozlarni biz mahalla loyihasi asosida inklyuziv bank kredit produkti bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bu kredit mahsulotimiz 50 million so'mgacha beriladi. Ayol tadbirkorlar uchun 24% dan, yillik erkaklar uchun 25%. Bunda kafillik asosida beriladi 3 yil muddatga naqd pul ko'rinishida. Bunda chorvachilikni rivojlantirish uchun issiqxona, xolischilik, dehqonchilik, shunga o'xshagan har xil yo'nalishlarda olishingiz mumkin. Bunda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yo'nalishlari ham bor. Bundan tashqari Prezidentimiz qarori bilan chiqqan 312 sonli qarorga asosan tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlarga, ya'ni bankda hisoblar ochilgan, aylanma oboroти 1 yildan oshgan tadbirkorlarga 312 sonli qaror bilan 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan yuqori qismini, ya'ni 300 million so'mgacha garov evaziga kredit ajratib beryapmiz. Bunda kreditning asosiy shartlarini aytib o'taman. Mahallalarga, toifalarga bo'lingan bu kredit Arnasoy 5 toifaga kiritilganligi sababli 19% dan olish mumkin bu kreditni. Aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 1,5 yilga, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishlar uchun 7 yil muddatga ajratiladi.